san'atkor. Aziz Abdulloh bugun to'yxonamiz aziz mehmoni. Chiroyli qarsaklarni kutib olasizlar. Aziz Beyni taklif qilsak, hojimona o'zingiz kelib duo qilib berasiz. Kerak. Sizni duoyingiz bilan bo'layotganlar. Hojona yaxshi kun muborak bo'lsin, yaxshiliklar muborak bo'lsin. Qadrdonim ukam Jasurbek mana bir 2 yil, 3 yil oldin adashmasam xuddi shu joyda bir yaxshi niyat qilgandik. Mana bugun Alloh berib yaxshi kunlaringizda xizmatingizda turibmiz. Ilohim shu yigitlarni uylaganda ham o'zingiz kelin topib, o'zingiz uylab joylash nasib bo'lsin. Hojonalar bir qarsak qilib turasizlar. Duo qilib tinmagan bu dunyoda bir donam, Tangrim suyib siylagan hoji onam boyona. Duo qilib tinmagan bu dunyoda bir donam, Tangrim suyib siylagan hoji onam boyona. Duo qilib tinmagan bu dunyoda bir donam, Tangrim suyib siylagan hoji onam boyona. Yarashgan canım, tilla zincirim seni. Hozirga aytiladigan qo'shiq farzandlaringiz nomidan deb qabul qilib olasiz. G'am ko'rmayin ko'zingizda otam, ishonch bordir so'zingizda otam. Ishonganimsiz, suyanganimsiz, yuribman-da davringizda otam. Ishonganimsiz, suyanganimsiz, yuribman-da davringizda otam. Qarsaklar bo'lsa endi Jasurbekning nomidan kelinimiz uchun aytiladi bu qo'shiq. Shaxsan Jasurbekning talablari bilan bo'lgan bu qo'shiq. Endi o'sha qo'shiqqa o'zingizlar bir chiroyli qilib davrani to'ldirib o'ynab berasizlar. Ha? Qarsaklar bo'lsa, sevgilim sayyora, qoshlari qora, kel sevgilim sayyora, qoshlari qora, hijroning azobidan yuragim pora. Hicraning azobidan yuragim pora.
bo'lsin. Hoji onalar duo qilib turasiz. Hoji ona Xudo xolasa yaxshi kunlarda birga bo'lish nasib bo'lsin. Shada sog' bo'linglar, rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzukmisiz? Umringiz uzoq bo'lsin, taningiz sog' bo'lsin, oyoqlaringiz og'rimasin. Xudo xolasa yaxshi kunlarda kelib yoningizda turish nasib qilsin. Sog' bo'ling.